Olmali shirinlik. Onajon Mahmudjon, kimnidir hayron qoldirmoqchi bo'lsangiz, aynan shu shirinlik bilan lol qoldirishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, uyimizga mehmon keldi va aynan shu shirinlik bilan mehmonimizni ko'nglini olgim keldi. Ko'p cho'zmasdan retseptni tushuntiraman. 2,5 piyola un bilan 100 gramm saryog'ni urvoq holiga keltiramiz. Shakar, tuxum sarig'i, razrixlitel va vanillinni solib, xamir emas, aynan urvoqli xamir tayyorlaymiz. Ko'rib turganingizdek, qolipga tayyorlab oldim va olmalarimizni po'stidan artib, shakar bilan qo'shib oldim va 200 gradusda yarim soatga pechda pishirib oldim. 4 ta tuxum oqini 100 gramm shakar bilan yaxshilab mikser qilib oldim. Endi sizlarga bir sirni ochmoqchiman. Tuxumni hidi kelmasligi uchun aynan limon kislotasi yordamga keladi. Ustini xohishga ko'ra bezatib, 170 gradusda usti qizarguncha pishirib olamiz. Buni albatta eng didi nozik mehmonlaringizga tayyorlab berishingiz mumkin. Ularning aytadigan gapi faqat bitta: kelimlovchi bola mazaing. Albatta tayyorlab ko'ring va duo qilishni unutmang.